Kim bo'lishi mumkin? U aniq direktorning ruhi. Yo'q, hech qanday direktor ruhi yo'q. Uni o'zim to'qib chiqargan edim. Unda meni kim ta'qib qilyapti? Hech kim. Sen o'zingni o'zing qo'rqityapsan. Balki yurakda hech kim yo'q. Ana, ko'rdingmi? Men maktab oshxonasidaman. Yaxshi. Endi chiqishga yo'l top. Va chiqib ket. Yaxshi. Chiqishga yo'l topolmayapman. Hali ham maktabdamisan? Podvaldaman. Sen menga podval shunchalik kattaligini ogohlantirmagan eding. Men hatto u yerni bilmas edim. Men adashib qoldim. Podvaldan ham chiqa olmayapman. Svet ham o'chib yonib o'ynab turibdi. Podvalda yana kimdir bor deb o'ylayapman. Balki shu maktab ishchilaridan kimdir bordir. Bilmadim, lekin devorda qonli panja izlari bor. U yerdan zudlik bilan ket. Men chiqishni topa olmayapman. Ey xudoyim. Men uni Kim bo'lishi mumkin? U aniq direktorning ruhi. Yo'q, hech qanday direktor ruhi yo'q. Uni o'zim to'qib chiqargan edim. Unda meni kim ta'qib qilyapti? Hech kim. Sen o'zingni o'zing qo'rqityapsan. Balki yurakda hech kim yo'q. Ana, ko'rdingmi? Men maktab oshxonasidaman. Yaxshi. Endi chiqishga yo'l top. Va chiqib ket. Yaxshi. Chiqishga yo'l topa olmayapman. Hali ham maktabdamisan?
Sen menga podval shunchalik kattaligini ogohlantirmagan eding. Men hatto u yerni bilmas edim. Men adashib qoldim. Podvaldan ham chiqa olmayapman. Svet ham o'chib yonib o'ynab turibdi. Podvalda yana kimdir bor deb o'ylayapman. Balki shu maktab ishchilaridan kimdir bordir. Bilmadim, lekin devorda qonli panja izlari bor. U yerdan zudlik bilan ket. Men chiqishni topa olmayapman. Ey Xudoyim. Men uni ko'ryapman. Kim u? Bilmayman, qandaydir qora sharpa. Qoch yoki yashirin. Qochyapman. Yana shvabralar turadigan xonaga keldim. Eshikni mahkam yopib ol. Xo'p. U meni yashiringan joyimdan ham topdi. Endi nima qilamiz? U eshikni tortyapti. Ochishga uranyapti. O'zingni qo'lga ol. Qo'rqib ketyapman. Atrof ham qorong'u. Svet ham yo'q. Nima? Menda bir reja bor. Qanaqa? U yerda svet yo'q. Hamma yo'q qorong'u, shundaymi? Shunday. Bilasanmi, seni ta'qib qilgan maxluq arvoh yoki jin? Aniq shunday. Yordam o'tmos. Jinlar yorug'likdan qo'rqadilar. Nima qildiysan? Telefoningni chiroqlarini yoq va eshikni ochib tashqariga qarat. U esa yorug'likni ko'rib ko'zdan g'oyib bo'ladi. Unday bo'lmasa-chi? Meni o'ldirsa-chi? Qo'rqib ketyapman. Shunday qilishdan boshqa ilojing yo'q axir. Xo'p, qilaman. Agar menga nimadir bo'lsa, alvido. Nima bo'ldi?